9-yanvar 2026-yil kuni soat 21:25 da Milliy telekanalida Tozalovchi serialining 133-qismi namoyish etiladi. Bu loyiha allaqachon oddiy drama bo'lishdan chiqib, inson taqdirlari va ichki kurashlar haqida chuqur hikoyaga aylangan. Har chang ortida bir ayolning hikoyasi bor degan jumla serial mazmunini aniq ifodalaydi. Tozalovchi tomoshabinni shoshirmaydi, lekin befarq ham qoldirmaydi. Har bir qahramon o'z o'tmishi bilan yuzlashadi, har bir qaror esa oqibatlarga olib keladi. Yangi qismda voqealar yanada keskinlashib, personajlar hayotini o'zgartirishi mumkin bo'lgan tanlovlar oldida qoladi. Ayniqsa ichki kechinmalar nozik va ishonarli tarzda ochib beriladi. Serialning vizual yechimlari, sokin kadrlar va puxta aktyorlik ijrosi umumiy kayfiyatni yanada kuchaytiradi. Tozalovchi – bu nafaqat voqealar ketma-ketligi, balki chuqur ma'no va hislarni o'zida jamlagan asar. Shu bois u tomoshabinni o'ylashga undaydi va har bir yangi qismini kutishga majbur qiladi.